Assalomu alaykum hammaga. Bugun 10-may 2025-yil. Xudo xolasa fermaga kelganimizga 2 kun bo'ldi. Akşam kontrakt tuzib ishni boshladik. Bugun уже dam olish, day off. Xudo xolasa yana haftadan klubnikalar уже pishib boshlagan. Terib boshlaymiz. Undana arabalarni yog'lab, tayyorlab turibdilar. Hamma narsani klubnika terima. Fermamiz go'sanishi yine 10-may kuni. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Xudo xolasa bugun Kenyalılar geldi. Fermamiz ham ostan do'lashib boshladi. Postupенно odamlar kelib turibdi. Bu yil ish qizg'in bo'ladi deb turibdilar. Klubnika ko'p. Xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Sizlarga ko'rsatib hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraman. Stiralniyimiz yana kir mashinalar hamma vaqtda mut. Kirlarimizni yuvib dam olish kunlari maqsasak bo'ladi. Keyin bu yanda şu aytganimizni развлекательный zalimiz yine hamma vaqtda tennis, bilyard, yangi bilyard qo'yilgan. Dam olaveramiz. Bu yıl soatlarimizni narxlari ham oshgan. 12 funt 21 pens bo'lgan. Xudo xolasa meni kuzatib borsangizlar, keyingi videolardan necha dollar yo so'mda necha so'm bo'larkan hammasini sizlarga aytaman. Bizlar shu yana hamma kiring kelganimizdan keyin birinchi fermamizni hadiyasi deb aytsak ham bo'ladi, podarkasi gaz bilan svet bo'ldi. Xudo xolasa keyin tugagandan keyin o'zlarimiz sotib olib ishlatib boshlaymiz. Mana fermalar, klubnikalar. Bu yil hosildim zo'r bo'ladi deb turibdilar. Bunda futbolni polyamiz yine. Futbolni polyani yanında barbekü. Dam olish kunlari shashlik. Barbekü atib dam olib bemalol vaqtni o'tirsa bo'ladi. Meni kuzatib boraverasizlar. Video yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yishdan chiqmasin. Подписаться bo'lib qo'yinglar. Xohlasa qiziqarli videolarni sizlarga bu joylab ko'rsatib boraman. Fermalar. Hammaga katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Meni kuzatishda davom eting.